Assalamualaikum. Men kapısına gelip kaldım ya sotkoçu. Ana kapısının aldığına gelip şunda çoğulup atkanlarda azı görüp atan. Eğer mitip çoğulup bitmesinger, eğer mitip bu hakikatli surabasınlar, hiç kaçan hakikatli olmayıp bir-birden sındırıp bir-birden tatlatışlar. Mına Sadır Japarov qandaycha geldi? Sadır Japarov tağılı oşundayla ellerini hakikatlıkla jetkizip atıp geldi. Sadır Japarov to'g'ri emas qamagan, to'g'ri emas qizim jasab atat deb Sadır Japarovning atın sizlarga o'xshagan ishlar chiqargan. O'shaning uchun Sadır Japarov bo'lib atib, hem Sadır Japarov bilikka o'tiradi. Hem Sadır Japarov o'zini aytmadilar. Men bir ishini da bir ishini quvuntuq qilmayman, artdan quvuntuq tushirmayman. Bir diyalog bilan bitiramiz, bitparin diyalog bilan söylashamiz deshgan. Endi minaki Mirlan Umarqovni da diyalogga chiqarib, diyalog bilan söylashpay, qayta buni qo'rqitib, yurkitdi, jurnalistlarni qamab ketadi. Bu deganda to'g'ri emas. Bu haqiqatlik emas. Bu bilikka kelsalar, bilikka mas bo'lib qolib qolishadi. Bilikka mas bo'lib eskidan bilmay qoladi. Kechalar Sadırda zektep жүрген martdan tegrib жүрүшөт. Kecha Sadırda qiyqib жүрген martdan chetda жүрүшөt. O'sha Sadır Japarov o'shaning bandin esga olish kerak. Qamchiq Tashiyev bilan. Men sizlarga aytarim shu. Men Qamchiq Tashiyevga advokat bo'ldim. Absattarov degan zambar, ag'ada advokat bo'ldim. Japarovga advokat bo'ldim, bilasizlar. Spiker bor, Talat Mamatov, ag'ada advokat bo'ldim. Aqlbek Japarovga da advokat bo'ldim. Ko'p siyosatchilarga advokat bo'ldim. Men har bir siyosatchilarning bandin bunday o'p ketadi, bunday tezkor ketadi deb hech qachon o'ylagan emasman. Sebep deganda, endi deganda iymon içine girmese, iman tol olsa, imanlık işini yapıp gelmesek birlikte. Oşunday болады ekende. Bağırtın iman olar kerak. Oşu men sizlerge oşunday aytarım oşunday болады. Emne deysen, bizden birliklerden imanды suraylı, dua kılalı, iman içine tolsun deyli, iman bersin deyiz. Oşunday sizleri görüp duranda birliklerle görüp, ha koy, oşu Mirlan Urayim'de çıkarıp koyulu, blöktör jurnalistlerde qatarı çağırganda çıkarıp koyuldu. Oğuzların basbaylı, tıybaylı de aytpasın. Sebeptegende köp jurnalistler üstün martayla atparda jön atparıp qamıp koyuşun. Ana 5-6 adayını çıkıp kalışat, 3-4 adayını çıkıp, kusturizasiya degen bir meyzanda жоқ kusturizasiya kusturib turandan çıkarıp atışat. Oşundaydı to'xtatish kerak deb men o'ylayman da. Rahmat. Endi shunda qo'llab turganlarga rahmat. Qo'llab turganlarga. Rahmat sizga. Agar birin-birimizni qo'llab olsak, hech qachon bizni bilik tevsib salat, jeb salat, totalitarniy rejimga olib ketishadi. O'shaning uchun birin-birimizni qo'llab turadi. Rahmat. Rahmat, Aqsaqalov, har doim haqiqatni aytib jurasiz. Densoqlik bersin da jaratgan sizga. Ishingizga egalik aba, rahmat. Biz elga xizmat qilamiz dedilar. Biz el uchun ishlaymiz dedilar. Biz elning huquqini qo'llaymiz. Adiletli işteyiz dediler. Biroq tiliga qarshi arıqatlab suv kechmay, al so'zlar o'rindalgan jo'q. Buni ko'ryapmiz bardingiz. Aytgan so'zlarim ish yuzunda oshirgan jo'q alar. Aytdi qoldi. Hozir jo'g'arida Aqsaqal aytganday, alar konstitutsiyalik jo'nasa mezonlarning negizida emas, qanday bir jo'g'ar jaqdagilarning ko'rgazmasi bilan chechim qabul O'shalarning ko'rgazmasi bilan bosib o'tadi. O'shandaqdan biz adiletlilikni, haqiqatlikni, mezonlilikni talab qilib kelganmiz bugacha. Bundan keyin da talab qilaveramiz. Sebebi adiletlilikni, haqiqatlikni, mezonlilikni talab qilgan bugun Qirg'iz mamlakatida qonunchilikda 10% gana jetken o'lchamda tuzat ekan. Qolgani endi o'sha o'sha qayta borsak o'sha oralda deganlar ekan. Bu ochilchimdik. O'shandaqdan sanga qaraganda sapatli bo'luga chaqirib biz Urayimov Mirlanni bugun hozirdan bo'shatib berishni talab qilamiz. Ani bo'shatib bermay turgan bo'lsa, kecha o'zganda chiqib qo'ygan ham o'zining qadamina boradi. O'sha qadamga yetkirmay bularning aqlina kelish kerakdagi chiqarishi kerak. Urayimov Mirlanga boshlanmoq. Urayimov Mirlanga boshlanmoq. Urayimov Mirlanga boshlanmoq. Urayimov Mirlanga Urayimov Mirlanga siyosiy huquqinduqa siyosiy huquqinduqa siyosiy huquqinduqa
Siyasi kuvvetliğe. Siyasi kuvvetliğe. Siyasi kuvvetliğe. Hakikat. 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 Tuğanlar, bunlar biz ele bütün Kırgızistan Siyasi Partiyasının müçeleri, taraftaşları, ideoloşlar emas. Başka dağı göz karaştagı siyasi partiyanın müçeleri, ökülleri geliyor.